Plyonka ostidagi aysberglarimiz. Umumiy holatlari do'ga qilib yopilgan. Bu bo'lsa material. Yomon nafas o'tkazish uchun. Bu plyonka ostida qilingan boshlanish. Ya nafas o'tkazish uchun material o'zidan kunobodda ketib qoladigan bo'lsa ham ancha effekti ham yaxshi. Sovib ketsa ham, isib ketsa ham havoni zo'r ishlab berar ekan. Bularimiz mana material. Mana bu plyonka material. Esingizda bo'lsa vaqa bioinovativ mahsulotlarni ishlatganmiz. Birinchi o'rinda yerdagi mikroorganizmlarni keraksiz xas cho'plarni chertib beradigan, bundan tashqari kasalliklarni oldini oladigan Organika F mahsulotimiz. Bundan tashqari Argand P, Argantin berilgan mikroelementlarni o'simlikka to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtirib beradigan stimulyatorimiz Biodux berilgan. Suruvchi zarar kunandalarimizga Biosili B berilgan va kemiruvchi zarar kunandalarimizga bo'lsa Biosili BT berilganda. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol telefon qilib, agronom maslahati kerak bo'ladimi, qanday yordam kerak bo'ladimi, qaysidir preparat bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladimi, preparatlarning o'zi kerak bo'ladimi, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Imkon boricha to'g'ri maslahat berishga, yetkazib berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.